Mike Tyson haqida siz bilmagan 10 ta g'aroyib fakt. Birinchidan 13 yoshga to'lgunicha u 30 martadan ko'p hibsga olingan. Uning bolaligi o'g'irlik, ko'cha mushtlashuvlari va boshqa mayda jinoyatlar bilan o'tgan. Ikkinchidan u yoshligida kaptarlarga qattiq mehr qo'ygan. Kaptarlar mahalladagi zo'ravonliklardan qochishning yagona yo'li ekanligini aytgan. Eng qizig'i shundaki, bolaligida Mike past bo'yli, ortiqcha vaznli, ko'zoynak taqadigan, duduq va doim masxara qilinadigan bola bo'lgan. Vaziyat shu darajaga yetganki, uning birinchi haqiqiy mushtlashuvi bir bezori bolakay uning kaptardan birini o'ldirib qo'ygandan so'ng boshlangan. Keyinchalik u bu voqea uning ichidagi haqiqiy jangchini uyg'otganini aytib o'tgan. Lekin bu hali boshlanishi. O'zining karyerasi cho'qqisa quyosh chiqishdan oldin yugurgan. U boshqalar uxlab yotganda shug'ullansa, meni hech kim yenga olmaydi deb hisoblagan. Bundan tashqari u xuddi mashinadek shug'ullangan. Har kuni minglab press, yuzlab marta anjumaniya, tinimsiz bo'yin mashqlari va qop bilan soatlab shug'ullangan. Undan ham hayratlanarlisi, uning murabbiyi Mike'ning yoshligidagi 10 daqiqadan kamroq davom etgan sparringini ko'riboq, u kelajakda dunyodagi eng yosh og'ir vazn toifasi chempioni bo'lishini bashorat qilgan. U faoliyatining eng kuchga to'lgan davrida 3 ta yo'lbars boqib, hatto ular bilan birga uxlagan. Keyinchalik o'zi ham bu juda ahmoqona va xavfli ish bo'lganini tan olgan. Eng g'alatisi, Tyson faoliyati davomida $400 million atrofida ishlab topgan bo'lsa-da, barcha pullarni hashamatli qasrlarga, yo'lbarslarga va 100 dan ortiq qimmatbaho avtomobillarga sarflab yuborgan. Oqibatda 2003-yilda $20 million qarz bilan o'zini bankrot deb e'lon qilgan. Lekin barchasidan ham dahshatlisi shuki, revansh jangi paytida u o'z raqibining o'ng qulog'ini tishlab uzib olgan.